Jinoiy guruhning yana bir a'zosi Dilshod Nishonov Tahirovich 1998-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Taftish uzun muxbiri shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunchilikni buzganligi hamda o'ziga notanish bo'lgan odamning qadr-qimmatini kamsitilishiga olib kelgan yolg'on axborotni tarqatganligi uchun sud qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 46.1 hamda 202.2 moddalari bilan javobgarlikka tortilgan ikkinchi guruh nogironi. Ma'lumotlarga ko'ra, Aybirayev tomonidan aynan nogiron bo'lganligi uchun xalq fikrini manipulyatsiya qilishda, nuqsoni bilan fuqarolarda rahm uyg'otish, davlat idoralari va huquqni muhofaza qilish organlariga nogironligini vaj qilib, turli bosim o'tkazish uchun foydalanish maqsadida muxbirlik lavozimiga ishga olingan va jinoiy guruhga qo'shilgan. Nogironligi ortidan ushbu shaxsga hech kim chora ko'ra olmasligi zamirida jinoiy guruhda torpeda, ya'ni pul undiruvchi va davlat organlari xodimlarini qo'pol muomalasi bilan obro'sizlantiruvchi vakil vazifasini bajargan. Siz menga hozir bosim o'tkazasiz, ovozingizdan mavzu qo'yishmoqchi. Gapni tugating. Men bosim qilmadim. Xo'p, sizni gapirish toningiz menga bosimdek tuyulyapti. Uzurim. Bo'ldi. Jinoiy guruh tarkibida Toshkent shahrida, Toshkent viloyatining Zangiota tumanida, Namangan viloyati Kosonsoy tumanida hamda Qoraqalpog'iston Respublikasining To'rtko'l tumanida fuqarolar va tadbirkorlarni obro'sizlantirish ishlari bilan faol shug'ullanib kelgan. Ahamiyatli tomoni shundaki, go'yoki xalq nomidan hukumatga tinmay e'tiroz bildirish orqali o'zini qiynalgan fuqaro sifatida namoyish etayotgan ushbu kimsaga va uning oila a'zolariga davlat tomonidan tizimli ravishda ijtimoiy yordam ko'rsatib kelinadi. Tepada o'tirgan qonun chiqarayotgan vijdoninglar bormi sizlarni? Ana tepada o'tirgan qonun chiqarayotgan, g'o'ddayotgan ikkita qo'sh tirnoq ichidagi insonlar, g'o'ddaygan davlat xodimlari. Masalan, 2020-yilda Nishonov ota-onasi bilan yashab turgan Chilonzor tumanidagi ko'p qavatli uy kapital ta'mirdan chiqarilib, atrofi to'liq obodonlashtirilgan. 2024-yilda esa bu oilaga yana g'amxo'rlik ko'rsatilib, davlat rahbarining tashabbusi bilan Yangihayot tumanidan bepul 2 xonali yangi uy taqdim etilgan. Shuningdek, mas'ullar tomonidan onasining shu hududda savdo-sotiq bilan shug'ullanishi uchun ham sharoit yaratib berilib, garchi hech qanday hujjatlarga ega bo'lmasa-da, insonparvarlik prinsiplari asosida savdo do'koni orqali daromad topishiga imkoniyat yaratilgan. Undan tashqari Dilshod Nishonovning ijtimoiy himoyasi ham muntazam ravishda ta'minlab kelinadi. 22-dom 9-xonadon turuvchi Nishonova Mashkura opa, ular oilaviy ko'zlari ojiz fuqarolar hisoblanishadi. Ularga ham o'sha davlat tomonidan, hurmatli prezidentimiz tomonidan uy berilgan bo'lib, ular hozirgi paytda oilaviy ushbu xonadonda yashab kelishmoqda. Bular to isbotlanmagunigacha ma'sum, begunoh. Bugungi kunda ham O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha ham bir odam sudlanayotgan bo'lsa, to sud qarori chiqmagunigacha, sud uni jinoyatchi demagunigacha u odam begunoh. Lekin biz kommunizm davrida, Stalin qatag'on davrlarida, baxti ishi davrlarida qancha ustimizdan, xalqimiz ustidan chig'iriqlar o'tkazilgani uchun bir odam tutib olib ketildimi ichki ishlar xodimlari, o'sha paytdagi NKVD bo'ladimi, o'sha paytdagi militsiya bo'ladimi, olib ketildimi? Bo'ldi. Albatta u qamalib ketgani uchun bizani zehniyatimizga singib qolgan. Bo'ldi, u olib ketildimi, demakki aybdor. Voy, odam molasi ichida ekani, voy iflos, voy kecha tuppa-tuzuk yurgan edi va men buni yaxshi odam deb o'yladim, deb turib boshlanadi mag'zi va ag'darish. Bugun